O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti mamlakatimizda fuqarolarni harbiy amaliy kasblarga tayyorlash, ularda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish va mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan sohalarda bilim berishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Ayniqsa, avtomototransport vositalari haydovchilarini tayyorlash borasidagi faoliyati yil sayin kengayib, zamonaviy uskunalar va texnikalar bilan boyitib borilmoqda. Xususan, tashkilotga yuk avtomobillarining topshirilganligi ham ana shu maqsadlarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda transport sohasini rivojlantirish va yosh avlodni zamonaviy kasblarga yo'naltirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti tomonidan bu yo'nalishda davomli ishlar olib boriladi. Tashkilot tomonidan amalga oshirilayotgan ko'plab tashabbuslar ichida haydovchilikka o'qitish kurslarini zamonaviy texnika vositalari bilan ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Ayni shu maqsadda vatanparvar tashkilotining Toshkent va Sirdaryo viloyatlari kengashlariga 8 dona zamonaviy yuk avtomobili topshirildi. Bir yil davomida qo'shma korxona bilan olib borgan muzokaralar natijasida memorandum imzolandi. Ushbu memorandum doirasida bugun biz birinchi 27 dona avtomobillarni qabul qilib oldik tashkilotimiz uchun. Ushbu avtomobillar zamonaviy avtomobillar bo'lgani uchun va avtomobillardagi yaratilgan qulay sharoitlar o'quvchilarimiz albatta sifatli haydash ko'nikmalarini o'rganishga men o'ylayman munosib xizmat qiladi. Bu yilni o'zi biz 256 ta avtomobillarni olishni rejalashtirganmiz. Shu bilan birgalikda biz qo'shma korxona rahbariyati bilan uchrashuv olib borganimizda bulardagi o'sha avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish masalalarida ham gaplashdik va bularni o'sha belgilangan muddatlarda texnik xizmat ko'rsatish jarayonlarini, texnik xizmat ko'rsatish shoxobchalarida amalga oshiramiz va men o'ylaymanki, ushbu avtomobillar bizning tashkilotimizda fuqarolarni B toifali va C toifali haydovchilarni tayyorlashda munosib xizmat qiladi. Marosimda so'zga chiqqanlar ushbu yuk mashinalari tashkilotning avtotransport vositalari haydovchilarini tayyorlash kurslarida tahsil olayotgan o'quvchilarning amaliy mashg'ulotlarining sifat darajasini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlashdi. Zero amaliyot orqali olingan bilim va ko'nikmalar kelgusida haydovchilik faoliyati bilan shug'ullanuvchi shaxslar uchun muhim tajriba manbai hisoblanadi. Bizning tashkilotimizga yangi avtomobillar xarid qilindi. Bu yuk avtomobillarimiz hozirgi o'quvchilar talablaridan kelib chiqqan holda bu avtomobillar xarid qilindi. O'quvchilarimiz ham kelajakda transport vositasini boshqarish uchun o'ziga-o'zi qiziqish bo'ladi. O'ylaymizki, shu yangi transport vositalarida o'quvchilarimiz amaliy mashg'ulotlarni o'tab, haydovchilik guvohnomalarini qo'lga olishlariga hammasiga omad tilaymiz. Aytish joizki, faqatgina Toshkent va Sirdaryo emas, balki kelgusida shunday rusumdagi 19 dona yuk avtomobili Qoraqalpog'iston Respublikasi Toshkent shahri va boshqa viloyatlardagi vatanparvar o'quv muassasalariga yetkazilishi rejalashtirilgan. Bu esa o'quv jarayonlarini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.